Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Hangamada men o'zi bir jaydari, bir to'pori bolaman uncha huquqshunoslik, anaqa narsalar tushunmayman. Siyosat, sotsiologiya deydi-ku. Hangamada mana bu narsa o'g'limni bunaqasi metrikasi mana. Mana qr-kod, hamma narsasi bor, elektronniy bazadan o'tgan. Hamma narsasi o'tgan. Bu o'zini to'xtatib turaylik, metrikani. Konstitutsiyamizda nima deb yozilgan? Birinchi moddasi bilan ikkinchi moddasini o'qiyman, tamom. Birinchi moddasida O'zbekiston boshqaruvining respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Ikkinchi moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. Ekranlaringizda mening jarimalarim bu. Jarimalar ro'yxati bu boshi bu. U davomi yana ketgan. Nechtasini to'layapman, boshqa qilyapman, to'lab yuribman. Jarima, soliq, hamma narsasi to'lanayapti vaqti-vaqtida. Endi bitta savol tug'iladi-da, mana Konstitutsiyamizning 1-2 moddalarini ekranda ko'rsatdim. Jarimalarimni ham ko'rsatdim. Mana bu o'g'lim metrikasini ham ko'rsatdim, qr-kodlargacha. Kodlargacha ko'rsatyapman. Endi menga telefon bo'lyapti maktabdan. Telefon bo'lyapti-ku, nima emish? O'g'limning qanaqadir ERPmi degan narsasi bo'lar ekan. O'sha narsa nimada chiqmayapti. Bazadan chiqmayapti ekan. Bazadan chiqmayapti. Endi savol, nima uchun men jarimalarim, yo soliqlarim, boshqa hokazo to'lovlarim, kommunalkalarim, boshqa narsalarim hamma narsa bazadan aniq oydin chiqadi. Lekin oddiy mana shu tug'ilganlik haqida guvohnomaning shu nima ERP degan narsasi bazadan chiqmaydi. Shu savolga javob topolmayapman. Qani bu yerda ijtimoiy himoya? Qani bu yerda davlat, mansabdor shaxslarning, fuqarolarning huquqi uchun kurashayotgani? Qani? Ana shu. Qani bu yerda raqamli texnologiyalarning fuqarolarning manfaati uchun ishlayotgani? Lekin jarima bo'lsa raqamli texnologiyalar hamma narsa baza ham, hamma narsa zo'r ishlaydi. Lekin misol uchun mana notariusga boraylik. Notariusga borasan, baza ishlamay qoladi. Xo'p, chidaymiz. Davlat xizmatlariga boramiz. Onda-sonda bir ishimiz tushib qoladi. Davlat xizmatlariga borsak, baza ishlamaydi. Nima uchun unaqa vaqt baza ishlamay qoladi? Mayli, unisiga ham chidaymiz. Nimaga men mana bu narsa elektronniy hamma narsa onlayn bazadan o'tgan tug'ilganlik haqidagi guvohnomaning qanaqadir ERPsi bazadan chiqmayapti ekan? Men nima uchun davlat xizmatlariga yana shu narsa uchun yana qayta borishim kerak? Men shu savollarga javob topolmayman. Balkim shu gaplarim uchun mayli, meni olib qamoqqa tashlasin, boshqa qilsin, lekin men konstitutsiyaning tarafdori bo'lib chiqayapman, to'g'rimi? O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-2 moddasining talablarini himoya qilib chiqayapman, to'g'rimi? Konstitutsiyaga zid gapirmayapmanmi? Konstitutsiyaning talablarini himoya qilib chiqayapman. Shu narsaga men aqlim tushunmayapti. Mayli, jarimani to'lasam, davlatimga to'layman. Davlatim boy bo'lsin, xalqim boy bo'lsin. Soliq to'lasam, davlatimga to'layman, davlatim boy bo'lsin, xalqim boy bo'lsin. Kommunalkamni ishlatganim uchun davlat oldida qarzim to'layman. Shu berilayotgan menga xizmatlar uchun qarzim to'layman. Lekin nimaga men mana shu narsa uchun men to'lov qilganman? 200 qancha mingdir to'lov qilganman. Nima uchun bu chiqmayapti hozir bazadan? Shu savolimga javob beradigan insonlar bormi? Yuridik vakillar, adliya vazirligi vakillari, va hokazo mansabdor shaxslar, davlat xizmatlarida o'tiradigan mansabdor vakillar bor. Nima uchun bu ERPsi chiqmayapti? Men yana ertaga vaqtim obedgacha ertalab boraman soat 9 ga, очередь kutaman, navbat kutaman. Obedga boraman, 1,5 soat, 1 soat vaqtim o'tadi, yana qaytib kelaman 1 soat. Obedgacha umrim o'tadi mana shu uchun. Lekin obedgacha men 150 ta somon pressni drabilkadan chiqargan bo'laman-da. 150. Men ishimdan qolaman-da, vaqtimni yutqazyapman-da. Buni men vaqtida qilganman. Lekin yana shu narsa uchun borishim kerak-da. Mendan talab qilyapti shu narsani. Xalq ta'limi vakillari shu narsani talab qilyapti o'g'limni o'qish uchun. Mayli, farzandim uchun kerak bo'lsa, narigi dunyoga ham borib keladi. Lekin bu narsa uchun borib kelganman deb vaqtida. Shunday savolimga javob beradigan mas'ullar bormi ekan? Rahmat aytaman.